Barchaga xayrli kecha o'rtoqlar. Bugun men Next International kompaniyasini ona mahsulotini, ya'ni ona mahsulotini sizlarga aytib o'tmoqchiman va qay darajaga qanchalik effekt berdi o'sha narsani aytib o'tmoqchiman. Mana bu plaster ko'rinishida o'tgan safar ham bundan oldingi videoda ham aytib o'tdim. Bu mahsulot juda effekt beradi. O'zimda sinadim. Bir kechada 70% og'riqlarni qoldirdi. Va buni 2-3 ta odamda ham effekt oldik. Xudo xolasa ularda ham chiqazamiz. Buni keldi, bir kechada yopishtirdi, effekt berdi va o'zi menda nima o'zgarishlar bo'ldi? Sochim qorayishni boshladi, qaytadan o'zi oqarayotdi. Qorayishni boshladi, yuzim tiniqlashdi va undan tashqari orqamda, ya'ni yelka, bel qismlarimda ugrular уже chiqib ketyapti. Уже ichak menda, потому что ichak chiqazib qo'ygan yon tomondan. Ichak chiqazib qo'yganda natijasida уже odamda har xil yara chaqa, ugri, shunga o'xshagan narsalar chiqishni boshlaydi badanda. Oyoqda уже oyoq og'rig'i kuchayib ketadi, bo'g'imlarga og'riq kuchayadi va undan tashqari oyoqlarga ham qizima toshmalar chiqib ketadi. Buni ishlatgandan keyin o'sha har bitta aytib o'tgan narsalarim уже ancha kamaydi. Juda katta kamayish berdi va effektini ham zo'r berdi. Effekt bergandan keyin mana уже 4-5 kun, balki bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'lgandan keyin уже sizlarga уже natijasini qo'yib boraman bu yog'iga xudo xolasa. Va bundan keyingi insonlar qancha darajada effekt oldi, nima qildi o'shalarni hammasini qo'yib boramiz. Yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, shu har doimgidek pastada nomerimizni qoldiramiz yoki mana shu lichkaga yozsanglar, bemalol muloqot qilib, qay darajada effekt berdi va o'tidi ishlatganlarim hammasini aytib o'taman.